nima qozoqcha aytganda bo'rmalab tashlashdi, chegallashtirib yuborishdiki, chalkashtirib qirg'izlarni faqat u tomonda deb ko'rsataverdi yoki aynan u yerdagi qirg'izlarga borsangiz ularning nomini boshqacharoq atab tashlagan, hakas deb aytishgan. Ular ham o'zi qirg'iz. O'zi qirg'iz deb aytiladi. Yerli shakli, chunki xitoychada r bo'lmaganligi uchun qirg'iz so'zini hagas deb aytdi-da bular. Hagas. Shundan o'sha oktyabr to'ntarilishi arafasida o'sha Chor hukumati, keyin bolsheviklar nom berayotgan paytda turkiylarga o'zlari bu manbadan yozma manbadan nima oldi, ba'zan o'zlari to'qib tashlab bitta daryoni bo'yida bo'lsa falon tatarlar, piston tatarlar qilib bo'lib chiqish nimalar bo'ldi. Shunda qirg'izlardan uzoqlashtirish uchun ularni hagas qilishdi. Hakas. Bugun Hakas Respublikasi bor, avtonom Rossiya Federatsiyasi tarkibida mana shunaqa holat bor. Lekin u yerga borsangiz hali ham o'zini urug'ing kim desa, ayniqsa Oltoy turklari bor, ular ham o'zini qirg'izmiz deydi ko'pchiligi. Hattoki Mo'g'ulistonda ham o'sha hakaslarga yaqin bo'lgan urug'larni mo'g'ullar ham qirg'iz deb aytadi. Faqat bu nima sovet fani shunday ediki, siyosatga moslashtirib, to'g'ri, sovet davrida ham ancha-muncha olimlar bo'ldi, izlanishlar bo'ldi, lekin mana shunaqa siyosatga xizmat qiladigan bo'lib tashla va hukmronlik qil siyosatining natijasida mana bugungi kunda o'sha hakas bilan qirg'iz alohida bo'lak-bo'lak bir ellarga aylanib ulgurdi o'zi bugungi kunda. Hatto ularning tili